Yana bir yangilik naborimiz. Охотник formada qilingan, oshxonaga ishlatish uchun mo'ljallangan. Soplari chinor bilan qora yog'ochdan terib tayyorlangan. Bu kraska emas, ko'chib ketadigan, orasiga yog'och qo'yilgan. Oldilariga gulvantlarga latindan ishlatilgan. Santimetrlarni ko'ringlar. Kichkina pichog'i bu, o'rtancha pichog'i 18 cm. Bu eng katta pichog'i 20,5 cm bo'ladi. Endi buni reaksiyalarini ko'ringlar. Go'zal holatda. Buni boltasi ham bor. Boltasi 1,5 kilo. Suyaklariga qaytmaydi. Simlarni ham, miqlarni ham bemalol chopaveradi. Bu degani o'tinning orasidan miq chiqib qoladigan bo'lsa, xotiramasalar ham bo'ladi. Keyin suyagimiz. Suyagimiz deyman, chopqimiz suyakka qaytmaydigani. Bu ham nabor bilan bir xil tayyorlangan. Komplektda musati ham bo'ladi. Musat ham bir xil. Keyin e'tibor berasizlar, boltani sopini, pichoqlarning sopiga rangini bir xil qilib tayyorlangan. Naborligi bilinib tursin deb.